Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlarga hozir bir live hackni aytib o'tib ketaman, kimgadir foyda berib qolar. Bizlarda ko'p svit o'chadi, inkubatorimizga akkumulyator ulamaganmiz. Shu sababdan svit o'chganda 2 soatlab ham o'chadi. Bugun 1 sutka o'chdi, lekin shunga qaramay mana jo'jalarimiz ochishni boshlayapti. Mana teshishni boshladi. Lekin bir kun, 2 kun ochish kunidan cho'ziladi, lekin baribir ham 70-80% ochib chiqishga ochib chiqadi, xudo xolasa. Life hackimiz shundan iboratki, svit o'chganda mana baklashkalarga issiq qaynagan suvni solib, bu tarafga qo'yib qo'yamiz. Inkubatorimiz sovimaydi. Xudo xolasa natijalarni yaxshi beradi. Mana shu inkubatorga qo'yganimdan beri svit deyarli 21 kunda bir 10 martalar o'chdi. 1 soat, 2 soat, 3 soat, 5 soatgacha, 1 sutkagacha o'chdi, lekin mana natijani ko'rib turibsiz. Jo'jalarimiz teshishni boshladi. Mana